Mana kalibrator bilan bir qator kalibrovka qilamiz. Xudo xolisa shunday akkuratni chiqadi. Mana bir qator kalibrovka qilib olindi. Endi mana uni tushishini. Mana oddiy tushyapti. Endi mana shunchaki kesilganda tushib qiyin. Tushishi ham keyin sanni yorib qo'yiladi, solingan bo'lganda. Bunda sanniga ishtima qilmaydi. Akkuratni joylashadi mana. Cho'tki bo'lib. Mana ikkinchini kalibrovka qildik. Mana osongina tushdi. Mana sanni butun. Plus mana yuzi bor, kalibrovkada tekis bo'ladi. Qiyshiq bo'lmaydi bunga o'xshaydi. Mana kalibratorning foydasi. Mana nima qilib beryapti? Mana uchinchisini ham kalibrovka qildik. Mana kalibratorlarimiz har xil firmaniki bor. Bizdagi endi o'sha Nevetskiy Henko deydi-yu, shunikiga. Hammaga rahmat.